Odamning yoshi o'tib borarkan, uning xayolidan xo'sh, davlat menga qancha pensiya berarkan degan savol o'tishi tabiiy. Hozir yoshga doir pensiyalarning tayinlanish tartibi hamda mablag' qanday hisoblab chiqilishini oddiy tilda hamda hayotiy misollar yordamida tushuntiramiz. Yoshga doir pensiya erkaklar 60 yoshga to'lganda va ish staji kamida 25 yil bo'lgan taqdirda, ayollar 55 yoshga to'lganda va ish staji kamida 20 yil bo'lganda tayinlanadi. Shuningdek, kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lsa, bor stajga mutanosib miqdorda to'liqsiz pensiya beriladi. Agar 7 yillik staj ham bo'lmasa, fuqaroga nafaqa ajratiladi. Pensiyaning tayanch miqdori so'nggi 10 yillik mehnat faoliyatidagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillikdagi oylik ish haqining 55% ni tashkil etadi. Shuningdek, talab qilingandan ortiqcha ish stajining har bir yili uchun 1% dan pul hisoblanadi. Bundan tashqari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan faxriy unvonlari egalari uchun har oylik pensiya ustiga bazaviy hisoblash miqdorining 1,6 barobar miqdorda kafolatlangan ustama to'lanadi. Masalan, 32 yil maktabda o'qituvchilik qilgan Dilmurod aka pensiyaga chiqyapti deb olaylik. Uning eng yaxshi qatorasiga 5 yillik o'rtacha oylik ish haqi 4 million so'mga teng. Qo'shimcha ish staji esa 7 yil. Shunda Dilmurod aka 2 million 480 ming so'm bilan pensiyaga chiqadi. Muhim eslatma, agar sizning oxirgi 5 yillikdagi o'rtacha maoshingiz 10 million so'mni tashkil etsa ham, pensiya ushbu summadan kelib chiqib tayinlanmaydi. Bunda pensiya hisoblashi bazaviy miqdorning 12 karrasidan yuqori ish haqi inobatga olinmaydi. Ayni paytda maksimal miqdor 5 million 652 ming so'mni tashkil etadi. Ushbu videoni yaqinlaringizga ulashishni unutmang.